بردم و بردم بلب استقام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان. Aziz vatandaşlar ve radyo işləyən dostlar, assalamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Xəbərlər bərnaməsinə xoş gəldinizlər. Bugün şənbə 15 il Hamal ayının 15-i bu yer Mazar Şərif şəhəri Balx Milli Radiosu. Bu saat xəbərlər men bilan İsa Xon Amiri. Bismillahirrahmanirrahim. Balx viloyatining xalqi yana bir payt Pokiston o'lkaning oxirlanchi amlasini Durand farzi xatida mahkum etgan. Ushbu shaharning xalqi ko'p nigoronlik bilan Afg'onistonning milliy hokimiyatini naqsi nisbatiga ushbu iqdomni mahkum etib, baynalmilaliy usullarning xilofi degan. Hayotullo va Gulahmad Balx viloyatining xalqidan shunday hamalotni idomasini Durandning farzi xatida tanishni ko'p etganini qaptolida g'ayri nizomlarni jonini jiddiy xatar bilan yuzma-yuz etadi deb, xalq hayotini qattiq vaziyat bilan muvojih etadi degan. کوم کار چې پاکستان د افغانستان مقابل ته کوي دا ډیر ظلم کوي ډیر تیرا کوي ټول ولس دا اتحاد کړی چې د مقابل ته جنگيږي دا ملکی خلک هم ولاړ دي نظامی هم ولاړ دي والحمدلله کسبنګری د هر څوک دی حمایت کوي جنگ کې نام یې کنه عملیات سره مردم بیگناه میکنه محمدای هر چیز هستیم. Qori Abdulkabir va Sayfuddin qavmi buyuklaridan aytishicha, Islomiy amirlikdan xohlagan to ushbu hamlalar barobarida betafovut bo'lmasinlar va ushbu hamalotni qaytargani uchun jiddiy iqdomlarni anjom bersinlar deb, milliy hokimiyatdan difo etgani va xalqning amniyatini ta'min etgani Islomiy amirlikning bir asosiy mas'uliyatlari degan. نو ان شاء الله امارت اسلامي د دې جواب ورکړي هم دی او ټول ملت چې دی ان شاء الله د امارت سره یو رقم ولاړ دی د امارت خلاص کی ولاړ دی ان شاء الله د دې ظالم کم بمبارونه کم شخړې چې افغانستان د جوړي ان شاء الله د دې جوابونه ډیر ژر وویني ان شاء الله. الحمدلله مجاهدین افغانستان یک بلیس خاک افغانستان دفاع میکنه ولی دفاع کدم کل ملت افغانستان در پالوی امارت اسلامی یک مشت هستند و این عملیاتشان روحی افغانها را ضعیف کرده نمیتونه این خودشان بدبخت میشه. Aytilishicha, Durand farzi xati Afg'oniston va Pokiston o'rtasida munoqashali mavzulardan biri buda va oxirgi ro'yxatlar yana bir payt asosiyatlarni ushbu zaminada ko'p etgan. Va boshqa xabar buki, Balx viloyatining Ziraat va moldorlik riyosati 1500 isloh bo'lgan niholni ushbu viloyatning Chorkent volosvolisida tavzi etganidan xabar bergan. Ushbu barnoma Chorkent volosvolini Safedchashma qishloqida tatbiq bo'lgan. Mas'ullarning aytishicha, ushbu ravand Chorkent volosvolini ziraat xadamot mudiriyat va bir hamkor muassasani hamkorligida amaliy bo'lgan. Ushbu barnoma natijasida 1500 isloh bo'lgan nihol ke shomil bodom, alma va nok bo'ladi. Ushbu qishloqni dehqonlarida tavzi bo'lgan. Ushbu iqdom hadafi bog'dori vaziyati yaxshi bo'lgan, ziraat mahsullarini ko'p bo'lgani va dehqonlarning iqtisodiy vaziyati yaxshi bo'lgani unvon bo'lgan. Hamchunon ushbu ravanda lozim omuzish ham ushbu niholni saqlash uchun ixtiro bo'lgan. Mas'ullar izofa etganki, ushbu omuzish nihollarni zoya bo'lishidan qaytarishida muhim naqshi bor degan va hamchunon shunday barnomalarni tatbiqi bog'dori sektorni tavsiyasida doxili tavlidotni ko'p bo'lganida va dehqonlarni iqtisodiy vaziyati yaxshi bo'lganida muhim naqshi bor degan. Aytilishicha, mas'ullar umid qilganki, ushbu barnoma idoma topsa, ziroat baxshida va iqtisodning rüşd zaminasi faroham bo'ladi. Va bu ham bir xabari varzishi. Vilchar basketbolni birinchi davr musobaqasi Mazar Sharif shahrida tur varzishi timni o'rtasida barguzor bo'lgan ki 2 ro'z idomasi bor edi ki Mazar Sharif shahrining tarbiyat badani va paraolimpik amiriyat tomonidan yo'l tayinlangan edi tamom bo'lgan. Vilchar basketbolni birinchi davr musobaqasi Mazar Sharif shahrida tur timning o'rtasida barguzor bo'lgan edi. Mas'ullar ushbu musobaqa hadafini varzishkorlarning ruhiyasini taqviyati va ma'lul varzishkorlarni himoyat etgani unvon etgan. Shu holda necha varzishkor shunday viloyatda musobaqa barguzor etganini, timi hamohangligini ko'p bo'lganida, mahoratlarni yuqori ketganida va vilchar basketbol varzishini rüşd tavsiyasida muhim deb mas'ullardan xohlagan shunday barnomalarni idoma bersinlar. Musobaqa oxirida Balx viloyatining Alif timi birinchi muqomni o'zidan etgan va ushbu viloyatning B timi noyob qahramonlik unvonida tanishildi va mas'ullar tomonidan bartar varzishkorlardan medal va lavha taqdirlar berilgan. Ushbu soat yangiliklar
so'zlarimiz shulardan iborat edi. Har birlaringizni Alloh mutolaaga topshiraman. Yana ko'rishguncha xayr, sog', amon qolinglar. birdam و bardam bo'lib istiqom Afg'oniston, fath و zufar inqilob salom Afg'oniston, fath و zufar inqilob salom Afg'oniston.